Zerikish. Bu inson uchun kerakmi? Zerikish o'zi nima? Zerikish bu ongning ma'nosizlik yoki stimulsizlik holatini his qilishdir. Ya'ni tashqi muhitdan yangi axborot, maqsad yoki ilhom yo'q paytda ong bo'shliq holatiga kiradi. Bu bo'shliq ko'pchilikka yoqmaydi, lekin aynan shu holatda ong yangilanish, tinchlanish va ichki ovozni eshitish imkoniga ega bo'ladi. Ilmiy nuqtai nazar. Zerikishning foydasi. Zerikish bu miya dam olayotganida ijodiy tarmoq faollashadigan holat. Ya'ni siz hech narsa qilmayotgandek tuyulsangiz ham miyaning ichki tarmoqlari faollashadi. Xotira, tasavvur, rejalashtirish, orzu jarayonlari ishlay boshlaydi. Shu paytda yangi g'oyalar tug'iladi, muammolar yechimi topiladi, ong ortiqcha axborotdan tozalanadi. Shuning uchun eng yaxshi fikrlar dushda, sayrda yoki hech narsa qilmayotganda keladi. Psixologik nuqtai nazar. Zerikish bu o'sish belgisi. Zerikish bu o'sishga chaqiriq. Agar siz bir narsadan zeriksangiz, bu sizga ong orqali signal. Bu holat endi senga torlik qilyapti. Senga yangi tajriba, yangi yo'nalish kerak. Demak, zerikish o'zgarishga ichki tayyorgarlik belgisi. U sizni yangilikka, o'sishga, ijodga undaydi. Ruhiy jihatdan zerikishning mohiyati. Ruhiy nuqtai nazardan qaraganda, zerikish bu ruh sizga to'xtagin, ichkariga qaragin deb aytayotgan payt. Biz doim tashqariga qarab yashaymiz. Ish, odamlar, axborot, telefon, ammo ruhning tili sokinlikda eshitiladi. Zerikish paytida siz ichingizdagi hislarni sezishni boshlaysiz. Haqiqiy istaklaringizni payqaysiz. Yuragingizdagi ovozni eshitasiz. Demak, zerikish bu ruhning sukunatidagi darsi. Zerikish inson ongida quyidagicha foyda beradi. Miyani dam oldiradi, ijodiy energiyani uyg'otadi, ichki ovozni eshitishga yordam beradi, yangi o'sish bosqichiga tayyorlaydi va ruhiy tinchlikni tiklaydi. Zerikish bu ongning sukunati. Sukunat esa ilhomning manbai.